Assalomu alaykum. Hozir balamni olib keldim maktabga. Faqat 10 minutlik lam qila olaman. Ba'zilar xo'shib kutan bo'ldi. Taqit xususiydanlar deganlar. Gapirim xo'shamaydanlarga xo'sh xabar debchi. Ularga deydiganim shu, agar mazmunlarni yoqtirmagan bo'lsa yoki gap qilish uslubimni yoqtirmagan bo'lsa, ish qilib nimalar bo'lsa, agar yoqtirmasa asta cho'klab kasb bo'ldi, ortiq bekalik odamning ko'ngli yarim qilgan gaplarni qilib o'tagacha. U hojat emas, qizlarga vazifa emas. Qayirib ketdingiz, yerib ketdingiz, unda qilibdi, kalangiz unda qilibdi, gaplaringiz undaq deyishni hech qanday qash yo'q. Bu mening kanallarim. Erkin azazi so'zlayman, rostchilik, haqiqatni qo'llayman. Buni mening o'zim usbudim qilman, menlik daliq televiziya nimasi emas. Programmasi emas, mening shaxsiy kanallarim. O'z ko'z qarashlarimni dodliq bilan o'tirib qo'ydigan, erkin azada so'zlashadigan, erkin azada fikr almashadigan bir hisob kanallarim mening. Shunga u ortiq inkaslarning zodi payliqini emas. Lazım yo'q. Bugun shu nimani bugun ism kelgan bir ishni deb qo'yay. Odatda men shu isl naqsh tekstir bo'lsa, shu xalqimizning isl naqsh tekslarni men daftarimga ko'chirib yozolmanchu. Yozolmay o'qiyman, endi kelgan balamga qoldiranga, xotir qoldirganga yozmayman. Ham balam o'gitdanga. Şu an bayağı yolda kelgach isim kelib qoldi. Mesela İngilizce var mı? Çetelini bir naqsının tekstini tapmoqchi bo'lsak, shu Google'da izlasaklam bir tekstga shu kirmanlab tekstleri to'kilib chiqdi. Şu o'ylab qoldim, o'zimiznikini topaylik deb o'zimiznikini kirgizsak, yo'q. Şu an bu bir cho'ng bir bo'shliqga, şu an shu ana tilimizning shu keng ana tilimiz ambariga keng ko'lamda, shu to'rdagi ambariga keng ko'lamda mazmun qatishning mushum bir yo'li ekan. Hammamizning bir naqshni bilib ketishimiz notayin, ammo butun xalqimiz teng kuchsak, bildigan naqshlarimizning shu tekstini yozmacha to'g'ri kirgizsak bek yaxshi bo'ladi ekan. Men bek yaxshi aql bo'ldi, shu boshliqni to'ldirsak, ana tilimizning keng ko'rilishiga, shu so'z ambarlarini to'liqlashga tazim yordam bo'ldi ekan. Ham ko'rilish qatimsam yuqori bo'ldi. Ovozim satsul qilibdi, kechiringlar. Şu an agar mushu jihatda endi qanday qilishimiz kerak? Maxsus torbat yasab qilib qo'yamdik. Masalan, al-kitob, nimam? Avlod nusxalari torbatlar bor, kitob al-kitob deb har xil uyg'ur torbatlar bor. Shu torbatlarga shu naqshi nima qo'shoqlarimizningki tekstni kirgizib qo'yamdik yoki bu shakl bilanmi yoki qanday shakl bo'ldi? Mushni kompyuter asliqi bildigan shu yo'ldoshlar shu menikiga o'xshash qisqaliqi reallarni ishlab mesela o'g'it qo'ysanglar, shu xalqimiz biz o'rganib olsak, shu butun shu naqsh qo'shoqlarimizni, naqsh tekstlarni hammani shu to'g'ri yo'lda o'taylik yozmasini. Shular menga o'xshash shu naqsh tekstlarni kerak bo'lgan, lozim bo'lgan shu Google'dan izlasak chiqadigan shu uyg'ur naqsh tekstlari. Men shu Adlanni Ablizna, mumkin Mahmud Sulayman apandimning nurg'un pechat naqshlarimizning mushtaq naqsh tekstlarini mushtaq xotira qoldirayotgan hamda naqsh bilan ularning o'zlarining uslubi bilan ba'zi gaplar endi anglab bo'lmaydi-ku. Uning uchun naqshni o'tirib yozganga unchalik chiqim cho'l yo'q. Shunga mushu bir yaxshi aqlga, shu mushjatda hammaylar butun xalqimiz kuch chiqarib shu kompyuter uslublari mushuning qanday qilish to'g'risida bir qisqacha video ishlab yo'llab qo'ysalar, shu biz o'rganib olsak. Uningki men kirgizmay agar o'rganib olsamlamchu, naqsh tekstlarimiz kirgizma. Mau Adla Sidaqning yozganligi, Amanisa xatib yozgan o'ylayman shu Nafisa degan naqshisi. Amanisa xaning yozmaligi nimasimi? Taxallus etdi. Shu Nafisa degan naqshisining tekstini men bek yaxshi ko'rman, bek yaxshi etman, shuni balamga o'rgatmoqchi. Ammo shu naqshni qayta anglab yozganchida shu naqsh uslubi va muzikalar aralashib ba'zi gaplarni faqat o'qimadim menchu. Şu an shu naqshni uningdan o'nshik muqamning tekstri va kishi asharimsini kirgizsak bek yaxshi bo'ladi. U joyda biz Nafisa degan naqshning teksti, daplam yokumsa Adla Abduzning naqshning teksti, yokumsa shu Karvon degan naqshlari o'zimiz endi izlamoqchi bo'lgan shu naqshlarni ismini kirgizib teksti deb kirgizsak, to'kilib chiqsa, uyg'urcha shu naqsh qo'shiqlarning tekstlari pek yaxshi bo'ladi.
Ma bir yaxshi aql deb qarayman. Shunga mush ko'pchilikning mushu bu videomni taqib qo'yinglar, madam ko'rsin. Uningki mush kompyuter ustlari mushu fikrim bo'yicha mushlar video ishlasanglar. Lekin butun xalqimiz mushta vaqtimiz chiqqanchada telefon bosili bo'ldi, yanfon bosili bo'ldi, usulni bilib olgan ekan, shu to'rga kirgizdik naqshlarni, o'zimiz bildigan naqshlarning hamma tekstlarini kirgizsak, naqsh tekstlar lozim bo'lganlarga mana o'sha toza nim qildi. Asqatdi hamda ana tilimizning shu so'zliklari, xatlari shu to'r ambarida ilqijixlanуда ko'paydi. Shu shunda qo'ydim ma bir mazmun. Shunga rahmat. Bo'z taqib qo'yinglar. Bak yaxshi mazmun, yaxshi usul bo'ldi ma ana tilimizni kengaytirishni. Hozir shu bolamni og'il keldim. Saqladim, tunugun og'il kelsam shunda yig'lab ketdi. Jinim bolam. Mening shu mehr muhabbatim va tarbiyam ostida oilani yaxshi ko'rdi. Oilaga liqayni qildim. Yo'q, oila muhim deb bilmay, chunki men askular ketdim shu zo'lab aprab ağıl basam yığılğançada aile deb kütüdü. Ko'nglim ağırtıp şu zersam yendip qo'yay, şu aile şaraiti yer berganlar shu balani uy to'xtinglar. Ailedan boshqasi muhim emas, ailedan boshqasi ilqi eng muhim demoqchi endi. Har qanday qilib bolalarga o'rgatgancha do'st yaralarmi muhim u bu, ammo vaqt keyinchida do'st yaralarmi o'zini oilasini tanlaydi. Shu oila eng muhim deb öğütüşümüz gerek. Aileni asas kılıp öğütüşümüz gerek. Yeni gaplar bor deydigan erkin azada. Shu tunugun shu balamni apparatib qaytishimda shu balam qulam tatib akirganchada mumkin shu ko'nglim yo'rim bo'lib, yog'lardan kulib, mumkin balamni akirgatdi. Undan keyin mashina haydab uy qaytgan vaqtda yolg'iz. Shundan ko'nglim yo'rim bo'lib, İlham ketib she'rni yozgan, men tunugun yozgan she'r. Yalaqa yig'layman degan she'rni yozgan. She'rim bo'lib ketdi. Ömrümdə shu nechta she'r yozdim, ma shu bir tunugun shu ilqimdagi chashma shaklda yoz qo'ydim. Bu soat tugun oshni o'zim o'rinlab uni video chiqarib qo'ysam. Shu keyingi bolalarimiz ko'rdi, shu bizning shu hisobotlarni yulib ketmasa, bolalarimiz simarimizni ko'rdi, ovozimizni anglaydi, biz yozgan, biz ishlagan shu mazmunli xizmatlarni ko'rdigan gap. Mushtaqlab ketdi endi. 5 minut qoldi. Onunki shu 5 minutda endi balamni og'il kirib 5-10 minutlik qisqa bir mazmun qilib qo'ydim endi. Ma gulni ko'rinamdi-ku, ma toji gul qilib qo'ymasam pijamamda qilsam bir qo'rqlashlikdiga shuni tashlab qo'ydim. Chashlarni qilayman bugun. Hozir balamni og'il kiray, unkin balam chiqsa, balamni o'ynatib turib bog'chaga. Buldamsa, undan so'ng men degan shu muhim mazmunni bir taqib qo'yasizlar, mushu bo'yicha. Biz antilimizdan to'g'ri ko'lish qitimsan, antilimizning mazmunini, so'zlik ampirini kengaytirib, hammamiz kuch chiqarib. Buldamsa, Allohga xayr xo'sh.